ilmi tufayli to'g'ri yo'lga sarflaydi. Bu darajani eng balandi dedilar. Demak, bu juda katta narsa ekan. O'sha agar ilm bo'lsa, aql bo'lsa, farosat bo'lsa, u insonga mol dunyo berilsa, bu fazilat ustiga fazilat ekan. Shuning uchun shu aralashirish kerak emas bir narsalar. U qalbdan joy olmaslik kerak. Xo'ja Ahror Vali Hazratlari shu qadar katta boy ediki, podshodan ham boyib ketdilar u kishilar. Soliqlari to'laydilar. Lekin u kishining qalblaridan nima bo'lmadi-da. Bittasi oldilariga kelyotibdi, yonida bir qanchadir tilla tanga bo'lgan ekan, aradan hallagan ekanda, ishqilib tushib qolmadimi degan ekanda. Keyin Xo'ja Ahror Valiga kelganlaridan keyin juda hayron qolganim. O'shaning ulug' zot bo'lgan ekan. Aytdilar, taqsir shu qadar boylik bu qanday bo'ladi? Shayxlik bilan to'g'ri keladimisa, o'tirib keyin shuni sal kinoya qilgan ekanlar, to'g'ri debdilar. İnsanlar bo'ladiki, shuncha dunyoni ichida turib ham uni qalbi dunyoga moyil bo'lmaydi. Lekin insonlar bo'ladiki, yonida 4 tanga bo'ladi-yu, aradan hallasa birdaniga hayoliga dunyo o'tadi. Tushmadimi, tushmadimi deganda keyin aytgan ekanlar, ha, demak, masala boshqa ekan. Javob zo'r bo'lgan-a, taqsir. Shu uchun endi bu meni o'zimni hozirgi nimamda o'zi mana shu sekin nima bo'lib bir ma'rifat xonasida joy olib bir nima qilish kerak ekan.